Har kuni doimiy boshi og'riq, kupen, bolnoy, stramol yoki boshqa og'riq qoldiruvchi preparatlarni qabul qilib, dorilarni qabul qilib, bosh og'rig'i qolmayotgan bemorlar diqqatiga. Bosh og'rig'i bu bir nechta kasalliklarning natijasida kelib chiqadigan simptom hisoblanadi. Bosh og'rig'ini davolashda birinchi sababini aniqlash kerak bo'ladi. Nima sababdan bosh og'rig'i kuzatilyapti? Keyin sababini topgandan keyin o'sha sababiga qarab dorilar, dori-darmon olib, lecheniya olsa, ya'ni davolansa, bosh og'rig'idan qutuladi. Faqat to'g'ri diagnostika qilinib, to'g'ri dori-darmon qabul qilish kerak bo'ladi. Agar sizda shu muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, bizlar bilan bog'laning. Agar boshi og'rib, shunaqa pala-partish, og'riq qoldiruvchi dorilar ichib yuradigan yaqinlaringizga shu videoni jo'nating va podpisatsiya tugmasini bosing.